Kalyon o'ynani sifatini tekshiramiz. Qani aka, Isuzu'ni haydang aka. Haydang, bosing gazini. Eng zo'ridan bo'ladi, sinmaydigandan bo'ladi. Furali haydang aka. Furali yurgizdiring. Ko'ryapsizlar, sinmayapti. Aka haydang. Kamazdi mana. Traktorda haydang, traktorda. G-Tower X90 da haydang aka. Sinmaydigan zo'ridan bo'ladi. Undan tashqari Labo. Aka, haqiqiy o'zimizning mashina. Eng og'ir mashinalardan bosing aka. Sinmaydigan zo'ridan bo'ladi. Bu mana buni qaranglar. Amarantimiz bo'lar ekan. 8 kishilik narxi 9 million so'm, 6 kishilik narxi 7 million so'm. Undan tashqari g'ishti tashlasa ham sinmaydigan oynalar. Bu g'ishtim emas. Mana buni qarang. Mana buni qarang. Shunaqasidan kerakmidi? Narxi 8 taligi 3,5 million so'm, 6 taligi 2,5 million so'm. Mana bu dekolarimizga keladigan bo'lsak, 8 taligi 3 million 200 ming so'm, 6 taligi 2 million 200 ming so'm. Mana buni qarang. Negativ, mana buni qarang. Oyoqni yerdan uzib turibdi. Kachelar har qancha odam bo'lsa ko'taradi, ko'ryapsan. Negativ, manzil Farg'onani boydasi Yangi Qo'rg'ondan bo'lyapti. Aloqaga chiqaverasizlar, tamom.